Bu patsientim hozir 3-homiladorlik. Bularni juda ham doskонально tekshiramiz nimaga? Chunki birinchi homiladorlik asoratli bo'lgan. Bular menga kech murojaat qilishgan, lekin afsuski yordam uncha bera olmaganman. Nimagaki, homiladorlik siydik yo'llaridagi infeksiya va o'ta egizak homila bo'lgan. Siydik yo'lidagi infeksiya shunaqa darajada rivojlanganki, ikkala buyragini uretra gidronefrozi bo'lgan va siydik yo'lidagi infeksiyasini hisobiga o'ta egiz homilada juda suv ko'payib ketgan. Ya'ni bachadon o'zini muddatidan 2-3 barobar katta bo'lgan. Mana 25 haftada bularda erta tug'ruq oxiri tugallangan, chunki suvda shunaqa darajada ko'p bo'lgan hisobiga suv ketish va tug'ruq bilan asoratlangan. Bu bachadon 2-3 barobar hajmi kattalashgani hisobiga ikkala siydik yo'llarini ezganligi hisobiga bularda ikkala buyrak ishib ketgan, uretra gidronefroz bo'lgan. Shuni hisobiga siydik yo'lidagi muammo hamda suv ko'pligi hisobiga bular o'sha erta tug'ruqdan keyin murojaat qilganlar chillab chiqishi bilan davolaganmiz va 3 oydan keyin homiladorlik bo'lgan. Xudoga shukr, homiladorlik ikkinchisini zo'r yakunlaganmiz muddatida. 3 kilo 800 farzand tug'dilar va yana 10 oylik bo'lgandan keyin yana homilador bo'ldilar va mana hozirgi homiladorliklari hozircha yomon emas. Orada toksikoz bo'ldilar, orada toksikoz hisobiga jigar fermentlarimiz ozgina baland bo'lganida unga lecheniyalar yozdik. Endi hozir yana siydigimizda ozgina muammo bor. Shuning uchun bularni yaxshilab tekshirib, vaqtida davolanishga harakat qilyapmiz. Bu bilan nima demoqchiman? Agar sog'lom farzand xohlasanglar, albatta o'zingizlarni analizlaringizga, vaqtida olingan lecheniyaga e'tibor beringlar. Chunki har bitta kasallik yoki qanaqadir o'zgarish nafaqat homiladorlikka, balki ayolning o'zini sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazishi mumkin.